Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan Yashil makon umummilliy loyihasi yurtimizda ekologik vaziyatni yaxshilashga qaratilgan muhim loyihadir. Uning doirasida har yili 200 million tub daraxt va butalar, ko'chatlar ekiladi. Toshkent viloyatida esa kuzgi ko'chat ekish tadbirlari boshlangan. Ayni daqiqalarda hamkasbimiz Aziz Kattayev jarayonlardan to'g'ridan-to'g'ri xabar berishga shay turibdi. Assalomu alaykum, marhamatsiz efirdasiz. Rahmat Jasur, ayni vaqtda biz haqiqatan ham Ohangaron tumanida turibmiz. Prezident tashabbusi bilan boshlangan xayrli tashabbus Yashil makon umummilliy harakati bugun uning ko'lami yildan yilga kengayib bormoqda. Umuman respublikamizning barcha hududlarida yashil belbog'lar paydo qilinib, atrof muhitni muhofaza qilish, ekologiyani asrash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ayni vaqtda biz turgan Ohangaron tumanining 23 kilometrlik masofasida ham haftaning dam olish kunlari, ya'ni shanba va yakshanba kunlari 60 ming tub ko'chatlarni ekish ishlari davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, ayni vaqtda esa Toshkentdagi transport universitetining talabalari, yoshlari aynan mana shu xayrli tashabbuslarda o'z faolliklarini ko'rsatmoqda. Ular o'zlariga ajratilgan hududda shu vaqtga qadar 2000 dan ortiq manzarali daraxtlarni ekib ulgurdi. Umuman oladigan bo'lsak, tadbir doirasida ushbu hududga 60 ming tub ko'chat o'tkazish rejalashtirilgan. Bu ko'chatlar mahalliy iqlimimizga moslashtirilgan bo'lib, ayni vaqtda gaz va changni tez ushlaydigan, tez o'suvchi daraxt navlari tanlab olingan. Aksiyaga bundan tashqari davlat tashkilotlari, tuman hokimligi tuzilmalari, ta'lim muassasalari, turli korxonalar, yoshlar, keng jamoatchilik va ko'ngillilar jalb etilgan. Ayni damda hudud bo'ylab belgilangan uchastkalarda daraxtlarni o'tkazish ishlari davom etmoqda. Yashil makon loyihasining asosiy maqsadini bilamiz. Yurtimiz bo'ylab yashil hudud maydonlarini kengaytirish, ekologik muhitni yaxshilash va aholiga qulay yashash sharoitlarini yaratishdir. Daraxtlar chang gazlarining kamayishida, havoning tozalanishida, tuproq haroratlarini barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Mutaxassislarning aytishicha, ekilgan ko'chatlar bo'yicha kuzatuv va parvarish ishlari ham davom ettiriladi. Ya'ni qishga tayyorlash, ularni sug'orish, ildiz olishlari bo'yicha ham olimlar bilan birgalikda ishlar davom ettiriladi. Ya'ni aksiyaning asosiy bosqichi ko'chat ekish bilan cheklanmasdan, balki uning keyingi parvarishi ham sanaladi. Bu kabi tadbirlar muntazam o'tkazib kelinayotgani natijasida hududlarda bugungi kunga qadar 200 million tubdan ortiq daraxt navlari aynan mana shunday bo'sh turgan maydonlarga ekildi, yashil hududlar hosil etildi. Hozir bu maydonda ham ko'ngillilar oqimi davom etmoqda. Aksariyat ishtirokchilar o'z ko'chatini ekib, yashil makon tashabbusiga amaliy hissa qo'shmoqda. Umuman oladigan bo'lsak, aynan Ohangaron markazigacha bo'lgan hududdagi barcha yer maydonlarida mana shunday davlat tashkilotlari, idoralar, vazirliklar o'zlariga ajratilgan yer maydonlarida daraxtlarni